Assalomu alaykum, hurmatli Bek.uz kanalining obunachilari. Sizlar uchun mana ukamiz kelibdilar Atenatdan. Xalqqa foyda bo'lsin deb bunaqangi chiroyli haqlar o'zimizda chiqadi, o'qib tarqatiladi. Bu holat sizlarga mana shunday quruq 100% haqlar berib turamiz. Bular 14 dan chiqadi, 13 qoladi. 100% zavodda qurilgan taxtalar. Narxi 55 ming edi, zavod bitta 50 ming so'm qilib beryapmiz hozir. Kerak narxi bu ketdi salkam. Keyin hamma assortimentda bor. 8 dan boshlab 17 gacha pol taxta bor. Aka buni necha razmerlaridan, nechidan nechigacha razmerlari? Xo'p, eng kichkinasi 9 dan, 9 dan boshlab 17 gacha bo'ladi. 9 dan boshlab 17 gacha. Hozir bu zakazga chiqarilyapti. Bu hammasi zakaz. Zakazga chiqarilyapti. Lekin donalar sotib turaveramiz. Donalar sotib turilaveradi. Mana shu o'zimizning stanovda chiqadi, hammasi. Stanovlarni ham bir qator ko'rsatib, stanovlar mana shu chiqadi. Hozir videoga olganimiz uchun to'xtatib turdim. Bo'lmasa ish to'xtamaydi bitta. Ish hozircha videoda shovqin bo'lmasin deb, tiniqroq bir nimasisin deb mana qo'yib, akalar skalatidamiz. Marg'ilon shaharida Sakkuriga yetmasdan tekstilni yonidagi bu skalatimiz. Qumtepa bozorida ham bozor joylari bor. Bu yerda skalat asosan beka kelsalar ishlar tezroq bitadi. Yana bitta narsa, bizda 5 funtlar bo'lsa, arzonroq narsalar ham bor. Mana misolman Vassa yangiroq gazxona uyga bir xona, ikki xonani bitib olaman, sharoit shunaqa desa, 25 mingga ham 4 metr taxta bor. 25 ming so'm. 25 mingga ham bor. Ha. 24 mingga ham 11 yil yo'g'ini qurityapmiz. Uni ham ko'rsataman. Mashaqdan chiroyli qilib tushuntirib ketaveramiz. Taxtalarni qarang chiroyliligini. Bular hammasi 100% zavod qurilgan taxtalar. Bu hammasi quruq. Men endi quruq, hammasi quruq. Kimni zakasiga qarab. Mana xohlagan razmerni olib bunday ko'rsataylik-da, tepalarini bunday. Xo'p bo'ladi. Obunachilarga tushuncha bo'lsin. Obunachilarga tushuntirish uchun mana akalar. Taxtalar eni 17, qalini 2 bo'ladi. Xo'p, endi kimgadir enli bo'lib ketadi desa, ensizlari bor. Ensizlari bor. 10 ga anaqasi, 10, 11, 12 hammasida bor. Mana 10 lilar qani quruqligini. Ha, qaranglar akalar. Bular zavod quritgan. Zavod quritgan. Endi bularni batta quritaman, siz ular qurimaydi. O'sha yerda quritmasa bu taxtalardi. Keyin biratsi taxtalar 100% quruq. Akalar mana quruq taxtalar mana. Ko'ryapsan? Keyin bu tomga bilsiz bunaqangi, ishli bo'lib ketdi. Tomga rekan o'rniga, mikrofonlarga shuncha ketyapti. 6 metrgacha, mana shular 45 minggacha. 6 metrgacha. 6 metrli uzuni. Kimga zarar bo'lsa, 6 metrli so'raganlarga akalar, shilifkalarga. Bizda faqat buni o'zi bas, poxtaxta bas, laga, strategiyalar, hamma yo'q. Bitta ko'raylik mana. Manolarimiz nima bu mono yotganlarimiz? Bular ham hammasi razmeriga qarab chiqarib beriladi. Bular bonusga qo'yib qo'yilgan. Kelgan odamlar bittasini shunaqa berib yuboraveradi. Bular pastavkali, har bittasini naql quritmasa, mana akalar mana qilib quritiladi. Bu 10 ligi hozir quritilayotgan shponga tayyorlangan. Bular lagaliklar, hammasi lagaliklar. Bular laga taxtalar hammasi. Lagani qaranglar. Chiroyli lagalar. 4 metrli uzuni. 4 metr. Narxi mana sizdan obuna bo'lib kelganlar bo'ladigan bo'lsa, 55 ming hisoblashaversin. 55 ming so'mdan. 55 ming so'mdan. Endi bizda 45 mingga ham bor. Joyga qarab endi yuk ko'p yengilroq. 45 ming. To'lib yotib qoladi. Rekalar hammasi zakazga chiqarib tarqatiladi. Mana akalar. Bu shipr rekalarmi bular? Shipr rekalarimiz 5,5 mingdan 8 minggacha bo'ladi. Ha, akalar. Shipr rekalarni ham hozir ko'rsataman. Listvay lagalar ham bor. Listvay. Keyin yana bitta narsa ko'rsataman. Mana bular listvay to'sin. Listvay to'sin, ha. Listvay 4 metrli to'sinlar. Qaranglar akalar. Teraydi burusi bilan narxi bir xil chiqyapti hozir aka. Teraydi narxi bilan? Ha, teraydi buruslari hozir 14 liklari 100 mingdan oshiq. Bular ham shu 100 ming, 102 ming shuni yoniga chiqadi. Bundan serob. Ertagana oltita vagonimiz bor, ular ham kirib keladigan bo'lsa, hammasi mana shu toza narsalar chiqadi. Bular hammasi listvay. Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri olib keladi. Ha, to'g'ridan-to'g'ri vagonda keladi, mana shu yerdan tarqatasizlar, sizlar. Tarqatiladi. Tirikchilikka hamkorlik qilaman deganlarni ham nomerlar yozib qo'yamiz tagiga. Nomerlarni aytib telefon qilaverasizlar. Nomerni mana shu yerda bir aytib o'tib ketingda ishlatilayotgan. 99lik 272 55 55. 55 55. Mana patologiyani kerak ko'ring-da. Mashina taxtalardan shuni bolalar chiqarib berib, baylab beradi. Mana qormanglar usta akalar. 10 tadan baylanadi. Mana baylanganini ko'ring-da. 10 tadan. Gipsakardon plastiklarga ketadi. Gipsakardon, plastiklarga mana, plastiklar kilosi yengil bo'ladi-da.
Bular sizlarga bunaqa bular gipsa karton bilan dekorlarga ketadigan narsalar, ha? dekorga ham mana aytaveradi. U uylarda bo'lgani, tungi fonlarga ham yaxshi, razmerda. Tungi fonlarga. Mana ular Bular endi sal undan kichikroq. patkada nechta? 8 ta bo'ladimi? 10 ta bo'ladi. 10 ta 40 metrdan bo'ladi. Yo'q, 8 qara yana paylab berilaveradi. Yana bitta narsani tushuning, reka seroq. Bizda hammasini olib ketishadi. Hozir mashinalar kelishni boshlasa, bir boshqa hammani mana akalar chiqarib tayyorlab qo'ygan. Bunaqa qilib. Bizda oldini tavsifga qilib kesib ham beriladi. Ashna xizmatlarni ichida bepul. Nimasiga qarab, mijozni, ko'yniga qarab hamma yo'q qilib beriladi, xudo xolasa. Keyin hozir nimasiga qarab qilib berilaveradi akalar. Keyin yana bir mana rekasi bunaqa taxtalardan chiqarib berilyapti. Qaranglar akalar. Bunlar endi. Bular o'sha rossiyskiy haqiqiy toza. Bular mana endi kecha havo ayniganiga bular sal ehtiyot qilasiz endi. Bular sort toza taxtalar hammasi. Mana. Bular haqiqiy rossiyskiy. Bunaqa archa pixta emas. Materiallar hammasi sasna bo'ladi. Endi ichida chiqib qolsa alohida joyga qo'yiladi, narxini arzon berib yuboriladi. Bular 10 to'rlik. 10 to'r so'raganlarga 10 to'rlik. To'rga 10 to'r. Bizda hamma razmerda bor. Shuni 32 ligi bor. 32 10 to'ri bor. Shuni 6 metrliklari bor. Ertaning yana bir chaqiraman sizni. Hozir yangilik bo'lyapti, ko'rsangiz terakka ham qilyapmiz. Hafta o'ylab arzonroq tushsin. Akalar o'zlarida terak bor ekan. Terakni ham shu o'ttirmoqda. Shuni deyapti, mashakka chiroyli joy qilib deyapti, sizni chaqirsak, bitta obzor qilib bersiz deb, bu teraklarni mashakdan arzon narx topib ketishaveradi deyapti. Keyingi obzorlar kutib qo'yinglar. Xudo xohlasa bek uzday zo'r obzorlar chiqarib kerak. Shipir gipsagardon hamma yo'g'iz bitta joydan bitib ketadi. Xudo xohlasa. Obuna bo'lmaganlar obuna qo'ysin, sizga kunda videolar ko'rib borishaveradi. Aka, albatta obuna bo'lib kuzatib borsalaringiz, biz qo'ygan videolarda sizlarga birinchilardan bo'lib kuzatamiz. Obuna bo'lganlardan ham ko'rsataylik. 6 metrliklar mana ko'ringlar. 6 metrliklarimiz ham bor akalar. Bu yerda serob. 6 metrliklar ertadan boshlanadi. Bog'iga kelib olganmiz akalar, bog'ida. Xohlaganingni tanlab uzib yuborasan. Xuddi o'shaqangi. 6 metrliklar xudo xolasa to'lib ketadi hali metrlarga. Yo'lda hammasi yo'lda kelyapti. Biz endi vagon uzoqroqda kelyapti. Furada ham ko'p uramiz. Furadanglar kundan-kunga kelib kelishni boshlaydi. Mana qilib bular pachkada keladi. Mana hammasi toza bo'ladi. Skalatiga nimaga men ko'pchilik xohlagancha olaverasiz. Pachkalar bu taxtalarda. Menga telefon qiladi. Skalatiga boringlar, skalatiga ishlar tez bitadi. Bekorga aytmayman-da. Akalarni. Rekalarimiz 6 tadan baylanadi. 6 tadan baylanadi. Bular qishda kelgan yuklar, hali hozir nima deydi? Bular o'sha vagondan kelgan uchun ashuna bo'lyapti-yu, lekin bunaqangi oppoq bo'lib chiqadi, chiroyli bo'ladi. Shipirga tayyorlanyaptimi bular? Shipirga tayyorlanyapti, strapilar berilyapti. Strapilar berilyapti. O. Strapilar necha puldan? Strapilar 70 mingdan 115 minggacha bo'ladi. 70 mingdan 110 minggacha. 6 metrlik. 6 metr. 70 mingliklari endi 9 bo'ladi. Bu qanaqasiga? Endi siz bu katta sonlarga tavsiya qilinmaydi. Misol endi ja bu kichkina bo'lib ketadi. Strapilarga, naveslarga, uylarda bo'lgani, uylarda bo'lgani, teriga hammasi bu naveslarga. Nima qaranglar mana. Mashlar ham mana mashindan chiqarilyapti hozir. Strapilar qilib qolganini rekaga chiqarilyapti. Hozir bizda ulgurmayotganimiz shu o'zimiz chiqarib beryapmiz 10 to'r qilib. O'zi aslida 10 to'rlar ertaga to'ladi bitta 10 to'rliklar. 10 to'rlik tugab qolgani uchun keyin zakaz ko'pligi uchun bularni o'zimiz 10 to'r qilib tayyorlab beryapmiz bu strapilarni. Baquvvat bo'ladi, haqiqiy safna. Tarag'idami siz bo'ladi, archa bitta bas. Aslida tarag'ida garbil bo'lmaydi, siniq bo'lmaydi. Tarag'ini qaranglar akalar, bir xilda bo'ladi. Unaqa yana yoqqanini yuklab olishaveradi bitta. Dehqonchilik. Yoqqanini olishaveradi. Tanlab olaverasizlar, bu yerda bog'idamiz dedimi? Mana onimizchi nechilik bu? 12 liga. 12 liga akalar men qarang. 12 lik strapilalar. Bular necha puldan chiqaveradi? Bular ham shu 95 ming shuni yoniverdi. 95 ming shuni yoniverdi chiqaveradi bu ham. Mana yerda akalar serob, bir-biridan ko'p mana rekalarni mayda ham chiqarib qo'ygan. Mana 6 ta mana shu ko'rib ekan, baylar ekan. Mana akalar. Mana shu 6 tadan baylangan. Qaranglar. Garbil, parbili mana shunaqadan bilib olsalar bo'laveradi. O'g'lanmagan bo'ladi. Mana shular 6 tadan baylangan shifr rekalarimiz. Mana shifr rekalar necha bilan chiqaryapmiz? Shular bu 7000 so'mligi. 7000 so'mligi. Ertaga mana razmerda chiqadi 5,5.
Buni ustalar qo'llikka ishlatadi ko'proq. Ha. Lekin oraliq masofasi 2 metr. Men navislarimiz turibdi orasi 2 metr. Aha. O'shaqa joylarda ham javob berib ko'tardi. Ha. Bular 8 mingga borib qoladi-yu, puliga arziydi. Puliga arziydi. Puliga arziydi. Lekin reka 5800 so'mdan boshlanadi chipir reka. 5800 so'mga ketaveradi. Endi 5800 so'mga strapilar orasi 50-60 bo'lishi kerak-da. To'ppa to'g'ri. Bular 120 qo'ysa ham qo'rqmay ko'taradigan odam chiqib yuraveradi. Mana oltitani maylangan joyini ko'ringman, joyida. Ichida ular bo'lmaydi, toza bo'ladi. Hammasi shunaqa bo'ladi. Oltitani maylangan. Mana bu 5 qolgan. Reka 4,5 bo'ladi, 4,2 ming, hamma razmerda reka bo'ladi. Ha. Zakazga qarab, hamma har doim zakazga qarab chiqaramiz. Hozir ham zakazga chiqarilyapti. Bular hozir zakazga berib yuboriladi. Zakazga beriladi. Endi manzilni aytmay qo'yaylik. Manzilda aytilmaydi. Ha, lekin berib yuborgan joyimiz hozir mashinasi keladi. Ulgib qolsa, uni qo'yib beramiz. Mana akalar, skalatlarida hamma narsalar ko'p. Mashaga kelsalar, ishlar tezroq ketaveradi. Hali bozorda uni ko'rib, buni ko'rib yurganiga mashitda mana bog'dasizlar, tanlab o'zinglar nima qilaverasizlar? Xarid qilaverasizlar. Skalatga bekarga taklif qilmayman. Skalatga kelinglar, skalatda arzon, ishlar tez ketadi. Mana 5000 skikasini qo'yib berishgan. Akalar, quyidagi raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Bo'lmasam bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' va salomat bo'linglar akalar. O'zingizlarni asranglar. Kuninglar xayrli bo'lsin. Sizlar bilan Begus kanalining admini men Begmurod bo'ldim. Akalar ko'rishganda ko'rishguncha.